Alisa, men qo'rqyapman. Salom Shohrux. Nimadan qo'rqyapsiz? Sizga qanday yordam bera olaman? Yaqinda o'qishga topshirmoqchiman. Lekin imtihon qiyin bo'lishidan, o'qishdan yiqilishimdan qo'rqyapman, Alisa. Shohrux, O'zbekistonda har yili 800 mingdan ortiq abituriyent imtihonlarda qatnashadi va ulardan qariyb 25% grant asosida o'qishga kiradi. Shuningdek, har 3-chi abituriyent o'z imkoniyatini past baholab, test topshirmasdan voz kechadi. Siz eng muhimi o'zingizga ishonishingiz kerak. Raqamlar shuni ko'rsatadiki, harakat qilganlar doim yutadi. O'zimga ishonaman, Alisa. Lekin universitetimni va yo'nalishimni tanlashda adashsamchi? Ota-onamning orzularichi? Men haligacha yo'nalish tanlashga ikkilanyapman. Yo'nalish tanlashda eng muhim omillardan biri o'z qiziqishingizni aniqlash va talabgir sohalardan birini tanlashdir. Yo'nalishni tanlaganingizdan so'ng oliy ta'lim muassasasini ham to'g'ri tanlay olish juda muhim. Bunda avvalo yuqori ta'lim sifati, litsenziya, xalqaro hamkorlik va o'qituvchilar darajasiga e'tibor berish kerak. Shohrux, ota-onangiz fikrini hurmat qiling, lekin bu sizning kelajagingiz ekanini unutmang. Ota-onamga og'irligim tushmasin deyman. Buni ustiga men O'zbekistonda emas, chet elda o'qimoqchiman. Xorijda o'qish orzusi juda yaxshi, ammo bugun O'zbekistonda ham ta'lim tizimi sezilarli darajada rivojlangan. Istasangiz jahon standartlaridagi variantlarni ko'rib chiqamiz. Albatta. Sizga davlat universitetlari ma'qulmi yoki xususiy? Yo'q, xususiylarni qimmat deb eshitganman va ta'lim sifati ham yomon deb eshitganman. Diplomni tushirtmasligi ham noma'lum. Siz hozir aytgan ma'lumotlar stereotiplar xolos. Aslida xususiy universitetlarda ta'lim sifati yuqori, kontrakt narxi qulay, diplomi ham tan olinadi. Xohlasangiz shunday universitetlardan birini tavsiya qilaman. Albatta. Mendagi variantlardan biri University of Business and Science. Ushbu oliygohda siz xohlagan yo'nalishlar bor. Amaliyot dasturlari xorijiy nufuzli universitetlar bilan hamkorlikda tuzilgan. Ya'ni siz xorijda ham o'qish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sorgo! Kollege!